Do'mboqqina, yumshoqqina, ichi to'la shokolad bo'lgan ponchik tayyorlashni o'rganamiz. Idishimizga sut, shakar, guruch, tuz solib aralashtiramiz. Orqasidan tuxum solib aralashtirib va unni qo'shib yumshoqqina xamir qoramiz. So'ngra sariyog' qo'shib yana mushtlab yuboramiz. 50 gram xamirimizdan uzib olib, dumaloqlab, unga botirib, tayyor kesilgan qog'ozlarimizga qo'yib chiqamiz. 2 soat xona haroratiga qo'yamiz, ustiga salofan kiydirilgan holatda. Mana xamirimiz do'mboqqina ishib chiqdi. Endi shu joyiga diqqatli bo'lamiz. Yog' quyilgan tovada, qizimagan yog'da past olovda pishirib olamiz. Pishganini bilish uchun ustiga bosib ko'rsangiz qaytib ko'tariladi. Endi qizarib chiqqan ponchiklarimizni saharniy pudra va suxoy molokoga botirib chiqamiz. Xohlagan tayoqcha yoki qalam bilan ichini teshib bo'shliq hosil qilamiz. Va nihoyat o'zingiz xohlagan shokolad pastasi bilan ichini to'ldirib boyitamiz. Men esa cho'ka krem pastasi va malina murabbosidan foydalandim. Mana endi buni tayyorlab, oila a'zolaringizni xursand qilishingiz mumkin. Buni tayyorlab, Aysha desertni atmetga qilsangiz, eng chiroyli o'xshatib bergan obunachimga pul hadya qilib beraman. Bu videoni ushbu pul mukofotini olish kerak bo'lgan insoningizga jo'natib qo'ying.